Kuniga eng kami 1,5 dan 3 milliongacha, sezonda 50 milliongacha savdo qiladigan tayyor biznes topib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Norin va polfabrikatlar uchun yaxshi lokatsiyadan shinamgina joy qilib qo'yilgan ekan. 3 ta vitrina, xolodilnik, bitta morozinnik, mebellari, stol, stullari, stilajlari, tovar taxlash uchun suv, svet, kanalizasiyalari, kamera naблюдения, konditsionerlari, tashqarida svet освещениялari, reklama bannerlari, remontlari ideal holatda. Siz noldan biznes qilmasligingiz uchun hamma narsalar yetarli qilib, bugun baraka qilsangiz ertadan biznes boshlashingiz uchun hamma narsa yetarli qilib qo'yilgan. Odam yaxshigina o'rgangan ekan. Kuz-qish mavsumida kuniga 3,5 milliondan 4,5 milliongacha, hayit va boshqa bayramlarda 10-15 milliongacha, yangi yil arafasida 20 milliondan 50 milliongacha savdo qilar ekan. Ortiqcha maqtab o'tirmaymiz, joyimizni ko'rib turibsizlar. Hamma narsalar yetarli holatda. Mabodo bu biznesda bo'lmasanglar, 0 dan 100 gacha o'rgatib, yo'l-yo'ri ko'rsatiladi. 20 kvadratli shinamgina biznes qilib qo'yilgan joyimizga $400 arenda to'lab yurg'izsanglar bo'ladi. Biznes narxi kelsa 6,5 ming deyilgan joyda $5,900 ga tushirib qo'ydik va yana kelib ustida baraka qilsanglar bo'ladi. Joyimiz Yunusobod tumani, Hasanboyda joylashgan. To'liq akati Telegram kanalida pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.